Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Rossiya qo'shinlari Chernigivga halokatli zarba berdi. Qurbonlar bor. Putin Ukraina bilan urushni yanada kuchaytirishga tayyorlanmoqda. Yadro qo'llanishi mumkin. Biz asta-sekin yutqazyapmiz. Fyodorov Kiyevni tanqid qildi. Buni qo'riqchisi. Rossiya qo'shinlari Chernigivga halokatli zarba berdi. Qurbonlar bor. Rossiya qo'shinlari 26-avgust kuni Ukrainaning bir qator hududlariga hujum qildi. Chernigiv shahar kengash matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, erta tongda shaharga berilgan zarbadan keyin xususiy turar joyda yong'in chiqqan. Uy olov oqibatida deyarli to'liq vayron bo'lgan. Hujum paytida uyda 3 kishi bo'lgan. Ulardan 2 nafari 39 yoshli ayol va 4 yoshli qiz voqea joyida halok bo'lgan. 14 yoshli qiz esa jarohat olib shifoxonaga o'tkazilgan. Keyinroq Chernigivga takroriy zarba berilgan. Shahar harbiy ma'muriyati rahbari Dmitriy Brejinskiyning ma'lum qilishicha, hujum oqibatida ombor binosi shikastlangan va 4 kishi jarohatlangan. Chernigiv shahar kengashiga ko'ra, ikkinchi zarba ertalab hujum qilingan manzilga yana berilgan. Vayronalar ostida odamlar qolgan bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Rossiya qo'shinlari Donetsk va Xerson viloyatlariga ham zarbalar bergan. Xerson viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Prokudinning ma'lum qilishicha, so'nggi bir sutkada Rossiya hujumlari oqibatida 1 kishi halok bo'lgan, 12 kishi jarohatlangan. Uning so'zlariga ko'ra, zarbalar muhim va ijtimoiy infratuzilma obyektlari, shuningdek aholi yashash hududlariga berilgan. Natijada 8 ta ko'p qavatli va 5 ta xususiy uy shikastlangan. Bir kun avval hududdagi jamoalardan 15 kishi evakuatsiya qilingan. Donetsk viloyatining Kramatorsk tumanidagi Slavyansk shahriga berilgan aviatsiya zarbasi natijasida 2 kishi jarohatlangan. Shahar harbiy ma'muriyati rahbari Vadim Lyaxning ma'lum qilishicha, portlashlar shahar markazida sodir bo'lgan va kamida 12 ta ko'p qavatli uyga zarar yetgan. Tungi havo hujumi Kiyevda ham qayd etilgan. Shahar meri Vitaliy Klichkoning bildirishicha, Galasevskiy tumanida dron parchalari 16 qavatli turar joy binosiga tushgan. Binoning 14-qavatida devorlar shikastlangan va derazalar singan. Bir ayol jarohatlangan, kelib chiqqan yong'in esa o'chirilgan. Ukraina harbiy havo kuchlarining ertalabki ma'lumotiga ko'ra, Rossiya armiyasi 26-avgust o'tar kechasi Ukrainaga 162 ta zarba beruvchi va imitatsion dron bilan hujum qilgan. Ular orasida Shahid, Gerber va Parodiya turidagi uchuvchisiz uchish apparatlari bo'lgan. Ukraina tomoni ma'lumotiga ko'ra, dronlar Kursk, Oryol, Primorsk-Axtarsk, Rossiya nazoratidagi Donetsk hamda qo'shib olingan Qrimdagi Gvardeyskiy hududidan uchirilgan. Ukraina harbiylari 134 ta dron urib tushirilgan yoki radioelektron vositalar yordamida bostirilganini ma'lum qildi. Ukraina harbiy havo kuchlariga ko'ra, havo hujumi vositalari 18 ta joyga borib urilgan. Urib tushirilgan dron parchalari esa yana 3 ta joyga tushgan. Putin Ukraina bilan urushni yanada kuchaytirishga tayyorlanmoqda. Yadro qo'llanishi mumkin. Rossiya tinchlik muzokaralarida sezilarli natijaga erishilmayotgani fonida Ukrainaga qarshi zarbalarni kuchaytirish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Moskva xususan Kiyev va Ukrainadagi infratuzilma obyektlariga yadroviy kallak bilan jihozlanmagan ballistik raketalar orqali yanada kuchli zarbalar berish variantlarini o'rganmoqda. Bu haqda Bloomberg nashri Kremlga yaqin bir nechta manbalarga tayanib xabar berdi. Bloomberg manbalariga ko'ra, Rossiya Kiyevga, jumladan poytaxtning markaziy hududlariga, shuningdek Ukraina shaharlaridagi infratuzilma obyektlariga ballistik raketalar bilan zarbalarni kuchaytirish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Manbalar ta'kidlashicha, Rossiya iqtisodiyotiga nisbatan sanksiyalar bosimining kuchayishi yoki Ukrainaning Rossiya neftni qayta ishlash zavodlari va logistika obyektlariga hujumlari Vladimir Putinni urushni to'xtatishga majbur qilmaydi. Aksincha, Moskva Ukrainaga berilayotgan ayrim zarbalarni tobora ko'proq NATO davlatlarining harakatlari sifatida baholamoqda. Bunga alyansga a'zo davlatlarning Kiyevni qurol-yarog' va razvedka ma'lumotlari bilan ta'minlayotgani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Bloomberg suhbatdoshlaridan biri vaziyatni shunday baholagan: harbiy harakatlarning hozirgi shakli hali eskalatsiyaning eng yuqori nuqtasi emas. Kremlga yaqin 4 ta manbaning aytishicha, tinchlik o'rnatish bo'yicha diplomatik sa'y-harakatlar sezilarli natija bermayotgani sababli Moskva o'z harbiy maqsadlariga erishish uchun urushni yanada kuchaytirishdan boshqa samarali yo'l ko'rmayapti. Rossiya tomoni AQSh prezidentining maxsus vakili Steve Witkoff va Donald Trampning kuyovi Jared Kushnerning Moskvaga ehtimoliy tashrifidan umid qilmoqda.
Ular Rossiyaga tinchlik shartlari bo'yicha yangi takliflar olib kelish kutilmoqda. Biroq Bloomberg manbalari muzokaralarda jiddiy burilish yuz berishiga umid juda past ekanini bildirgan. Moskva nuqtai nazaridan Rossiya urush davomida allaqachon bir qator murosalarga borgan va keyingi har qanday yon berish uning muzokaralardagi pozitsiyasini zaiflashtirishi mumkin deb hisoblamoqda. Shuningdek, Rossiyada Putin va Trampning Ankorejdagi uchrashuvi natijasida kutilgan kelishuvga erishilmagani ham amalga oshmagan murosalardan biri sifatida baholanayotgani aytilgan. Eng xavotirli masalalardan biri Rossiyaning Ukrainada taktik yadroviy qurol qo'llash ehtimoli ham tilga olingan. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, ayrim rossiyalik amaldorlar Rossiya va Ukraina bir-birining logistika obyektlari, Qora dengizdagi portlar hamda kemalarga zarbalar berishni davom ettirsa, bu oxir-oqibat Putinni taktik yadroviy quroldan so'nggi chora sifatida foydalanish masalasini ko'rib chiqishga undashi mumkin deb hisoblamoqda. Bloomberg so'nggi vaqtlarda Moskvadagi keskin choralar tarafdorlari bunday ehtimolni tobora ko'proq tilga olayotganini ham qayd etgan. Nashrning yozishicha, bunday qadamni qo'llab-quvvatlovchi urush tarafdorlari bo'lgan lochinlar tomonidan da'vatlar oxirgi vaqtlarda yanada balandroq yangramoqda. Chunki urushda mag'lub bo'lish Putin uchun mutlaqo qabul qilib bo'lmaydigan ssenariy. Biz asta-sekin yutqazyapmiz. Fyodorov Kiyevni tanqid qildi. Ukrainaning sobiq mudofaa vaziri Mikhail Fyodorov mamlakatning Rossiyaga qarshi urush olib borish yondashuvini tanqid qildi. Uning aytishicha, Ukraina hukumatida urushda qanday g'alaba qozonish bo'yicha yagona qarash mavjud emas. Bu haqda Fyodorov Reuters agentligiga bergan intervyusida ma'lum qildi. Fyodorovning fikricha, chuqur ildiz otgan korrupsiya va homiylik tarmoqlari, shuningdek davlat muassasalarida siyosiy mustaqillikning yo'qligi ham mamlakatni orqaga tortmoqda. Menimcha, hozir bizning urushdagi keyingi yo'nalishimizni belgilaydigan burilish nuqtasi yuzaga kelmoqda. Ammo biz asta-sekin yutqazyapmiz, degan Fyodorov. Ukrainaning sobiq mudofaa vaziri mamlakatni innovatsiyalarni sekin joriy etayotgani va korrupsiya mavjudligi uchun ham tanqid qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina urushdagi vaziyatni o'zgartirish uchun sun'iy intellekt boshqaruvidagi dronlar, arzon raketa tutqichlari va ballistik raketalarni ishlab chiqishga e'tibor qaratish kerak. Fyodorovning aytishicha, ukrainalik ishlab chiqaruvchilar allaqachon ushbu texnologiyalar ustida ishlamoqda. Biroq ularning imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanish uchun mamlakatga yagona strategiya kerak. Rossiyaliklarni to'liq to'xtata oladigan texnologiyalar allaqachon mavjud. Ammo bizda aniq qarash yo'qligi sababli ulardan foydalanmayapmiz, degan u. Fyodorov shuningdek Ukraina davlatining samaradorligi pastligini ta'kidlagan. Uning fikricha, davlat tizimi bor yo'g'i 5% quvvat bilan ishlamoqda.